Bilasizmi, ba'zan o'ylab qolaman, agarda bu sohada bo'lmaganimda, hozirda kim bo'lar edim? Rostini aytsam, men qayerga bormay, baribir insonlarga biznesida osoyishtalik yaratishda yordam beradigan inson bo'lar edim. Chunki faqat raqamlar emas, har bir hisob ortida insonning xotirjamligi turadi. Ko'p yillar davomida moliya bilan ishlayman. Turli insonlar bilan, turli biznes egalarini, tadbirkorlarni ko'rganman. Kimdir yaxshi pul topadi, lekin tinch, xotirjam emas. Kimdir kun bo'yi ishlaydi, lekin puli qayerga ketayotganini o'zi bilmaydi. Aslida biznesni tinch qilib qo'yish juda katta narsalar kerak emas. Oddiy 3 ta narsa kerak. Hisob, nazorat, tizim. Xolos. Shu narsalar bo'lsa, inson yengil nafas oladi. Meni ishim mana shularni joyiga qo'yish, moliyani tizimga solish, insonni xotirjam qilish. Chunki moliya to'g'ri bo'lsa, uyda ham, ishda ham osoyishtalik bo'ladi. Har bir insonda kuch, energiya bor, faqat ularga to'g'ri yo'nalish kerak xolos. Hisobni to'g'ri qo'ying, nafaqat biznesingiz, hattoki hayot sohangiz ham yo'lga tushadi.